O'rtoq, boshimga tashvish tushdi. Sendan boshqa boradigan joyim yo'q. Yordam bermasang bo'lmaydi. Men senga yordam berishim kerak? Yo'q, anu. Nima anu? Menga qara, beting bormi? Hadi pul so'rab kelaverasanmi? O'rtoq, qiynalib ketdim, yordam ber. Hamma yoqdan qarz bo'lib ketibsan. Jamshiddan qarzing bor, Sultondan qarzing bor. Menga qara, ishlasang bo'lmaydimi? Mana bet bormi? Qalalashib ketganmi? Nima u sharoit zo'r deb o'ylayapsanmi? O'rtoq, unaqa qo'pollashma. Qanaqa qo'pollashib bo'lmasa? Odamda ozgina bo'lsa ham bet bo'ladi. Pul yo'q senga, tushundingmi? Tushundim. Ahmoq. Qalaysan? Charchamayapsanmi? Rahmat. Qalay student? O'rtoq, boshqacha bo'lar ekan. 2 yil qanaqa o'tib ketganini bilmay qoldim. Ozgina qoldi. Bitirib olaman. Sendan tegab aytgan edim senga. Menga qara. Qizlarga o'xshab arazlab ketyapsam, Arazlayotganim yo'q. nima qilyapsan bo'lmasam? Og'ayni, har doim yoningda turganman, to'g'rimi? Yo birovmas tashlab qo'ydimmi? Yo'q. Seni o'ylaganimdan gapiryapman, o'rtoq. O'sha pulni ham hozir olib chiqib bersam bo'ladi. Lekin sen tushunmayapsan. O'zing harakat qilgin, mehnat qilgan odamlarning qo'liga qarab qolmagin deb o'ylayapman. Yaxshi ko'raman seni. Ishlayapman, o'rtoq. Qayerda ishlayapsan? 4 ta joyga o'zim ishga olib kirib qo'ydim. 1 oy, 2 oyda bo'shab ketasan. Mana shu ishlayotganingmi? Harakat qilayotganingmi? Tushungan o'rtoq. Bitta narsani esingdan chiqarmang. Katta odam bo'lish uchun katta joyda o'qish kerak. Qisqasi, institutda o'qigan o'rtoq, kontraktingni men to'lab beraman. Yaxshi odam bo'l, iltimos. O'rtoq, rahmat. Seni yordaming bilan shu yerda o'qiyapman. O'zimni ham yig'ib oldim. Yaxshi ham borsan. Oyna, hali shunda kuchayib ketasan, lekin o'sha paytni meni esingdan chiqarmang, xo'p? Hech qachon.